Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli qarindoshlar. Bugun vaqtning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Mashg'ul bo'lish qozonganlik emas. Bugungi kunda hammalar odam mashg'ul, hammalar odam aldirash, hammalar odamning vaqti qis bo'lib o'tmoqda. Vaqtim yo'q degan so'zni kundalik hayotimizda nihoyat ko'p anglaydigan bo'ldik. Hatto bu so'zni ish vaqt yo'q, bekor yuradigan kishilardan anglab turamiz. Nurg'un do'stlarimizning bo'sh vaqtlari ko'p bo'ldi. Chunki ularning aldirash ishlari yo'q. Hatto ba'zisining hech bir ishi yo'q. Ammo ular bilan uchrashib qilib, ko'rinmayligo deb so'rasak, aldirash deb qo'ydi. Ya'ni aldirashlik bu zamonning modasi. Haqiqat shuki, mashg'ul bo'lganlik qozonlik ma'nosi kelmaydi. Qozonishmi hamisha mashg'ul bo'lishni talab qilmaydi. Shuningdek, o'zingizni mashg'ul deb o'ylashingiz bilan haqiqiy mashg'uliyat ichida bo'lishingizning orasida osmon zamin farq bor. Chunki ba'zi kishilar hech bir ahamiyati yo'q, yo dunyolik, yo oxiratlik qilcha foydasi yo'q ishlar bilan vaqt o'tkazganligini ish va mashg'uliyat deb qaraydi. Buning eng echinishli bo'lgani ijtimoiy uchur vositalarida behuda vaqt o'tkazadigan kishilarmi o'zlarini mashg'ul deb qo'ydi. Vaqtim yo'q bahonasi. Amaliyotda hamisha vaqtim yo'q deydigan kishilarning ko'p sonliqi vaqt boshqarishni bilmaydigan, ishlarning muhimlarini oldingi o'rinda qo'yishga ahamiyat bermaydigan kishilar. Ular plansiz ish qildi. Arzimas mashg'uliyatlar bilan o'zlarini aldaydi. Ammo aqlli kishilar vaqtni qadrlaydi va 1 minutmi vaqtining bekorga o'tib ketishiga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Chunki ular o'tib ketgan har bir minut va har bir soatning uning umridan bir parchani ilib ketayotganligini biladi. Har bir insonning bu hayotda cho'qim plani bo'lishi, plan bo'lgandimi uzun muddatlik va qisqa muddatlik degandek konkret plan tuzilishi. Uningdan boshqa kunlik, haftalik, oylik, yillik plani bo'lishi va har oqshimi atisi qiladigan ishlarning planini qilmay uxlamasligi intayin zarur. Chunki qiladigan ish qanchalik aniq va planliq konkret bo'lsa, uni amalga oshirish shunchalik o'ng'ay va shunchalik tez bo'ladi. Plansiz inson o'lik beliqqa o'xshaydi. Natija qozonganlarning tarjima holi bilan tunishganlar biladiki, ularning eng cho'ng boyligi vaqt. Ular vaqtni yanchuqidagi puldanmi bak ching tutgan va kechini kunduzga ulab ishlagan. Ular shunga oz vaqt ichida ko'p natijalarni qo'lga keltirgan va natijalar bilan o'zining ikkinchi umrini yaratgan kishilardir. Vaqtim borg'u hilisi. Yuqorqilarning aksicha har ishqa vaqtim borg'u deb muomala qiladigan insonlarning tilga olg'udak to'hpisi yoki biror aslimisi qolmaydi. Hamma ishni eng oxirgi vaqtida oldirab tinab qiladigan odamlar haqiqatan o'zini behuda azoblaydigan kishilardir. Mundaqlarning qilgan ishi hamisha kamtuk cho'lta bo'ladi. Hargiz g'albilik bo'lmaydi. Chunki vaqtga rioya qilmaydigan odam har qanday bir ishga vaqtim borg'u muomalasini qilib, boshqa ishlar bilan bo'lib qoladi. Natijada qiladigan ishini kechiktirib qo'ydi. Boradigan yeriga kechikib boradi. Bu arada ko'p iztirob chekadi. Ishni oldirab, tinab, chala puchuq qiladi. Ammo vaqtga rioya qiladigan odam har qanday ishni vaqtida qiladi. Boradigan yeriga vaqtida boradi. İztirob chekmaydi. Kechikib qilib aloqazodi bo'lmaydi. Hamma ishni tamkinlik bilan qiladi. Bundaq odam huzur va xotirjamlik ichida bo'ladi. Vaqt hamma kishiga teng berilgan katta ne'mat. Garchi insonlar kuch-quvvatda, aql-farosatda va tan saqliqida farqli bo'lsa-mu, ular Alloh taolo ato qilgan vaqtga ega bo'lishda barobar. Chunki vaqt hamma kishiga teng berilgan. Bir yildagi 52 hafta, bir kecha kunduzdagi 24 soat hamma kishining ilkida bo'ladi. Ammo podshohgimi, fuqarog'imi, olimg'imi, avomg'imi o'xshash berilgan bu vaqt hamma odamda meva berolmaydi.
Çünki bəzi kişilər onundan to'liq foydalansa, bəzisi azroq foydalanadi və bəzisi qilcha foydalanmay behuda o'tkazib o'tadi. Planlıq yaşayan adam vaqtdan to'liq foydalangan odamdir. Muvaffaqiyatli kishilar o'zining 24 soatini 48 soatga chiqarib ishlagan. Shunga ular az ömür ko'rgan bo'lsa-mu, ko'p natijalarni qo'lga keltirgan. İmam G'azali, İmam Nevevi, İmam Şafii qatorliq ulamolar 50 yildan az yaşagan, ammo qoldirib ketgan asarlari ta qiyomatgacha davom qiladigan katta asarlardan bo'lib qolgan. Ba'zi ulamolarning qoldirib ketgan asarlarini ularning umriga selishtirganda har bir kuniga 90 betdan to'g'ri kelganlar bor. Ma'lumki kunimizda 90 betni bir kunda o'qib bo'lolmaydigan kishilar ko'p. Ular vaqtini qadrlashni va uni planliq ishlatishni bilgan, shu orqali o'zlarining umriga ömür qo'shgan kishilardir. Ularning aslicha ba'zi kishilar 100 yil yoki undan ko'p yashaydi. Ammo surishtirib ko'rsa, ularning keyingilarga qoldirgan hech qanday narsasi chiqmaydi. Tilga olgudak biror to'hpisi qolmaydi. Vaqt boshqarish haqida ba'zi takliflar. Birinchi, burun yetib sahar turing. Bu Allah Taalaning koinotda bekitib etgan qonuni bo'lib, uningga amal qilganlar natija qozonish, tan saqligini saqlash qatorliq nurg'un tarafdan foyda topadi. Bu qonun bilan zidlashganlar har tarafdan ziyon tortadi. Reallik buni isbotlab turmoqda. Burun yetib sahar turish natija qozonganlarning odati. Chunki oqshimi vaqtida uxlamay zoya qilib etilgan vaqtning badili atiki muhim mashg'ulotdan chuqum to'lanadi. Atiganlik vaqtingizni zoya qilib etmang. Chunki atigan zihn uchuq vaqt bo'lganlikdan eng muhim ishlarni atiganda qilib olish lozim. Atigan o'rnidan turibla telefonga qarash va ijtimoiy uchur vositalarida vaqt o'tkazish eng ziyonli ishdir. Agar kelgan uchurlarga qarash zarur bo'lib qolganda 5 minutdan 10 minutgacha qarab etib, ondan darhol muhim ish bilan mashg'ul bo'lish aqlonilikdir. 3. Uxlashdan burun telefonni o'zingizdan yiroqlashtiring. Chunki siz uxlayman deb yotqanga telefon bilan kirgan vaqtingizda uzungacha uxlamaysiz, hatto uxlay olmaysiz. Shunga yotqanga telefonsiz kirib, kashlik zikrlarni o'qib, agar ularni bilmasangiz ixlos, falaq va nas suralarini o'qib, yana bilgan duolaringizni o'qib yotsangiz uyquning lazzatini ola olasiz. Agar jim yotsangiz uyqungiz kelmaydigan odatingiz bo'lsa, kitob o'qing, bu eng yaxshi choradir. 4. Uxlaydigan va turadigan soatingiz aniq belgilangan bo'lsin-ki, hargiz qalaymaqan bo'lmasin. Chunki tartiblik hayot kechirish uchun uyqu ve turuş saatlerimi tertiplik bo'lishi lozim. Akşamı saat 11'den keyin qalmay uxlash, atigini namoz bamdatdan burun turush g'alabilik kishilarning va Alloh taolaning solih bandalarining odatidir. Chunki inson badanidagi biologiyalik soat kech soat 11'den boshlab zahar tozlaydi. Masalan, jigarning tozalanish soati kech soat 11'den kecha soat 3gacha davomlashadi. Bu aralıqda bizning chuqum uyquda bo'lishimiz shart. 5. Natija qozonishning taktikasini o'rganib oling. Natija qozonishning taktikasi planliq va izchil ishlashdir. Chunki natija ko'p ishlash yoki ko'p vaqt sarf qilish bilan emas, balki planliq ishlash bilan qo'lga keladi. Shunda qilsangiz, bir kunda 2 kunlik ishni tamomlagan va vaqtingizga vaqt qo'shgan bo'lasiz. İbret. Məşğul bolğanlıq natija qazanğanlıq ma'nosida kelmaydi. Chunki məşğul bolğanlarning hammasila natija qazanib ketmaydi. Natija qazanish uchunmi hamisha məşğul bo'lish shart emas, ammo planliq ish qilish shart. Qazanğanlar aniq plan va ro'shan yo'l xaritasi bo'yicha manganlar. Məşğul bolğanlar juvozda aylangan chorvalarga o'xshaydi. Chunki ular
ömür boyu şundaq məşğul bo'lib turdi, ammo hayotida hech qanday o'zgarish yoki biror natija bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni vaqtdan iborat bu ne'matning qadriga yetadigan angliq kishilardan qilsin. Amin.